Mana bugungi ishimiz oldindan DTP'ga Matiz. Bu Matizimiz. Mana ichki qismlari, radiatorlari, hammasi filtrlari ketgan. Mana mashinamizda ancha rasxot bo'lib qolgan. Mana faraq korpuslari singan, bamperlari almashadigan sharoitda. Matizchamiz mana bu taraf krilosi qayrilib, kraskasi bir holatda kelgan, ikkinchi taraf reaksiya bergan. Bunga yangi krilo kapot qo'yaveramiz. Mana mashinamiz filtrini tortib o'zini joyiga keltirib oldik. Endi yangi krilo kapotlarni qo'yib, zazorlarni ko'rib, ishda davom ettiramiz. Mana Matizchamizni faralarini korpus almashtiramiz. Mana orqa taraflari sinib, teshilib, yana joyida tabalagan. Mana uni hozir ochib oldik. Kontrolkalaricha sinib ketgan. Mana yangi korpusga yig'ib chiqamiz. Mana Matizimizni filtrlarni tortib joyiga keltirdik. Mana krilolarni qo'yib, podgonkalarni qo'yamiz. Mana Matizchamiz podgon ishlari tugadi. Endi kraskalarni sepib olamiz. Mana holatlari, zazorlari yaxshi holatda. Mashinchamizni kraskaga tayyorlab, salafan bilan o'rab, kraskasini sepishni boshladik. Mana holatlari yaxshi, yangi detalda kraska turishi ham, o'zi ham mashinam yaxshi chiqadi. Mana egalari srochni kerak deganiga mashinamizni birinchi yig'ib olib, joyiga kraska sepib harakat qilamiz tezlashtirishga. Markonga chiqib ketishini xohladi egalari, ishlari srochni ekan. Buni o'zi aslida detallarni adel-adelni sepib, quritib, yig'ilsa yaxshi chiqadi. Hozir kraskani ham aytuvdik, rangi sal farq qilib qolibdi. Mashinamizning rangini keyinchalik mokri asfalt svetiga o'zgartirar ekanimiz. Egalar shunaqa dedilar. Vaqtinchalik bo'laveradi, ishimiz alor deganlariga sepdik. Mashinamizni yana seximizga olib keladilar. Keyinchalik keyingi kraska bo'lish jarayonini ham, o'sha rangini olib o'zgartirish jarayonini ham videolarni qo'yamiz. Bizni kuzatib boring, like bosing. Hammaga rahmat. Bizga obuna bo'lishni unutmang.